Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimizning podpисчиklari do'stlar. Bugun Sputnikda biza 3 xonali kvartirani pulini 2 etaj 110 kvadrat bo'lgan hovli joyini qo'yib beramiz do'stlar. Esa onda ketdik. Bu yanlarimizda zilon zonalari, kanalizatsiyalari bor. Gaz, suv, svetdan muammo yo'q do'stlar bu yerda. Eshiklarimiz ham sifatli yaxshi eshiklardan qo'yilgan. Eshiklarni ham stupenkat qo'yibdilar. Girganimizdan bir 5'e 4 düşedi bu. Holumuz. Özlerimiz zamanı yaşadıklarında dalanımız. Girgenden çap tarafta rakvina mesası olalı. Bir yerden pil hoşgeleri. Bir yan tarafımızda buradan registr tasavvur edilen. Birinci etajda registr vardı, ikinci etajda töplük pol. Her bir kanal için toşlara tasavvur edilen. Lesinsala, kuyma lesinsa dostlar. Ya neymetina, kuyma lesinsa. Lesinsasam. Birimizde podvolna mega. Podvolu boyna do'stlar bu yerda. Bu yoqda endi kuxnyamiz oladi. Girganimizda yana bu yerda yana xolodilnik messasi. Kuxnyamiz izatilib tayyor turibdi. Bu yerda yana gaz plitasi, vichkalar sensorli zamonaviy rakvinalari bilan qo'yilgan. Bu yon tarafimizda yana nastelniy kotyol bo'ladi do'stlar. Bu yanımızda bir xonamiz oladi. Bu yerimizda bir xonamiz ile spalnyamiz. Bu yan tarafda yana bir spalnyamiz bo'ladi do'stlar. Ko'rib turganlaringizning bedeni yana bir spalnyamiz oladi. Eshiklarimiz yaxshi eshiklardan qo'yilgan. MDF eshiklardan. Bu yanımızda bog'imiz oladi. Bağımızda gösterip ettik. Bir barbekü zonası koysanız da boladı. Bu yan tarafımızda sanuzelimiz birinci etajda. Sanuzelimiz boladı dostlar. Restolgaram koyulup tayyor holatında turdi. Pulunu aytib etdik dostlar. Yana bir aytib o'tsak. 110 kvadrat Sputnikda 2 etaj joy. Dostlar, ikinci etajda chiqib kelgan lesinsamizdan quyma oladi. Chiqib kelganimizdan joyda yana bir xonamiz bu yerda. Bu yerda zalimiz, sanuzelimiz, yana bir spalnyamiz oladi. 2 spalnya, bir zal tushgan tepada. Esa unda birinchidan ko'rsatamiz. Zalimizga kirsak, mo'ysha bo'ylagan urilgan devorlarimiz akvaplastik aynalar qo'yilgan, lyustralar qo'yilib, tayyor holatida. Xolos altida bir shkaf. O skritiyat o'rnatib bersangiz ham bo'ladi. Eshiklarimiz yaxshi eshiklardan qo'yilgan do'stlar. Ham yerimiz laminat olan ikinci etaj. Köklü pol. Birimiz spalnyamiz. Deski spalnyat qo'ysangiz bo'ladi birimizda. Eshiklarimizni ko'ringlar do'stlar. Yaxshi sifatli eshiklardan qo'yilgan. Bu yerda yana ikinci etajdagi dush o'yimiz bor. Do'stlar. Pollarımız laminat pol. Köklü pol ham beramiz do'stlar. Bu yanda yine şunun görünüşte xonamiz. Do'stlar, puluna to'xtalib o'tadigan olsak, pulini 730 milyon deb turibdi. Bu pula do'stlar 3 xonali kvartira berib turibdi hozir. Taza domada 3 xonali kvartira berib turibdi. 3 xonali kvartiraning pulini 2 etaj 110 kvadrat Mesta poложениясini aytib o'tsak, Sputnikda oladi yo'lning üstüne yaqin yerda joylashgan mesta poложенияsi. Esa unda do'stlar pulni aytib o'tdik. Kimni qiziqtirgan bo'lsa, ekranda nomerlarni qo'yamiz, murojaat etsangiz kelib ko'rsatamiz. Do'stlaringizni yo bir do'stlaringiz Sputnikdan shunday joylarni qidirib yurgan bo'lsa, ulashib qo'yinglar do'stlar. Bizdan shu sizlarga yordam joy topishlarınızda, joy satışlarınızda yardım etamiz. Ekranda nomerlarni qo'yamiz. Murojaat etsangiz kelib ko'rsatib, gaplashtirib kelishib olaverasizlar.